Başladık. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, qadrli ko'rurmanlar. Hammanglarning yakshanbanglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur Akademiyasi Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Bugün Müslüman aliminin Miraj keçisi, hammanglarning Miraj qandilini, bu keçini qutlayman. Hammamizga ma'lum 4 kundan buyon dunyoning diqqati Ukraina bilan Rossiyada bo'lyotidi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirib, dunyoda bir urushning sababchisi bo'lib qoldi. Her iki tarafta nurgun kişi öldü. 100 mingga yakın kişi öylerden çıkıp çegre qarab mangdı. Hem de uruştan balalar bulup mu ayallar özünü qoğduş gerek. Bu tajavuz hareketinde Uygurlar qandaq təsiri var bu hareketninki. Çünkü Rusya bilen Xitayninki münasebeti hamimizge ma'lum. Xitay bundan qandaq faydalanishni o'ylashyapti degan o'xshash temalar asosida biz bugun akademiya suhbatimizda Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi, vaziyat analizisi Elshad Hasan Kökberi efendimni taklif qildik. Elshad efendim hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Rahmat sizga. Uyghur Akademiyasiga rahmat. Ham ekran oldidagi barliq qarindoshlarga assalomu alaykum. Ben rahmet etime vaxtınızı çıkarıp nayeti ciddi bir vaziyette köp tayarlık kılamay kaldık. Şundak bolsam kabul kıldınız. Nayeti kısa bir vaxtın içinde ekranga bu söhbet programısını koyuşumuzga yardımcı oldunuz. Köp rahmet. Undaq bolsa men gapni sizge berey. Qandaq bolup bu urush vaziyetiga, yani Rossiyanınki Ukraynaga tajovuz qilib kirishiga sabab bo'ldi. Yani nima sabab bo'ldi? Qandaq bo'lib bugungi urush maydoniga keldi? So'z sizda, marhamat. Rahmat. Buningki hamdi bugungi kunga kelib bir urushga aylanishida uzun tarixiy aq ko'rinishi var. Siyosiy coğrafiyalik sebepler var. İqtisadi sebepler var. İdeologiya sebepler var. Qısqartib aytgan vaqtida tarixiy aq ko'rinishda Çar Rossiya o'zininki tarixdagi bir kengaymichiligini davomlashtirishninki shu tarixning davomi desak bo'ladi. Coğrafiya, siyasi coğrafiya jihatdan elib aytgan vaqtda bir ig'iz gap aytganda yanala Rus o'zininki Yevro Osiyodagi ta'sir doirasini o'zining kontrolligida, mutlaq kontrolligida boshqarishni shuni nishon qilgan. Hamda ideologiya jihatdan elib aytgan vaqtida Rus hozirgacha mustabid bir authoritarian deydi inglizcha, yana diktator bir hokimiyat. Bularda erkinlik yok. Ukrayna bo'lsa bir demokratiya, erkinlik, barobarlik, mana degan vaqtida g'arb madaniyatiga qarab mangan bir davlat. Shuning uchun bu ideologiyadagi to'qinish. Hamda yaqinqi bevosita sabab nima degan vaqtida Sovet yana 91-yili g'ulg'andan keyin 90-cı yıllarning oxirisi Budapestda yani Vengriyaningki Amerika, Rus, Germaniya, Yevropa, Angliya bir necha davlat birlikka kelib, shu vaqtdagi Ukraynaninki atom qurollarini hammasidan voz kechadigan mushu Budapest kelishimiga imzo qo'ygan qolgan davlatlar Ukraynaning davlat birligi ve erkinliğe kapalat kıladigan bir kelishim tuzgan. Bu tuzum bo'yicha Ukrayna mustaqil hem öz aldığa özünün kelgüsini, taqdirini belgilash bu huquqiy shuningda belgilangan. Shuning uchun Sovet g'ulg'andan keyin Sovetning g'ulishi bilan eng dastlabda so'qoq urushda qurilgan Varshava sosyalistik devletlerninki bir gövdesi umu parçalandı. Onunla karşı kurulgan Şimali Atlantik, yani biz kıskartıp NATO deydigan bu teşkilat şu boyunca kıp kaldı. Kıp kalgandan keyin
bu tashkilot Yevropa Birligi bilan ham Yevropaninki siyosiy, jug'rafiyalik bexatarligi kapolat qilamiz deb bu tashkilot kengayib mangdi. Burunki Rosninki ta'sir doirasidagi, masalan, Chexoslovakiya, Chex hozirgi, Polsha, Ruminiya bir necha davlatlar Yevropa Birligiga qo'shilishi bilan birga ham NATOga a'zo bo'ldi. Keyinida bo'libmi Gruziya, yana Gruzistondamdoq, Georgiya. Gruziya deymiz. Gruziya. Shuninki ikki Abxaziya bilan yana bir Osetiya deymi. Ikki yaninki Jidil bilan Rus Gruziyaga urush e'lon qilgandan keyin bu atrofidagi burun Sovet ta'siridagi davlatlar hammasi NATOga kirishini talab qildi. Chunki bu yerda Rusning yana burunki imperializm, yana zarizm ham Sovetning vaqtidagi hamda ideologiyada emas, lekin siyosiy jug'rofiya jihatdan asliga keltirish, yana imperializmni asliga keltirish, shuningki kengaymichiligininki tahdidini his qilgandan keyin bular NATOga qo'shilishni talab qildi. Buning ichidami Ukrainami bor. Bir necha yilning oldida esimizda bor bo'lsa, Ukrainaninki prezidenti almashib bir Rusparast birisi chiqdi. Ammo u nayti parqur bo'lganligidan oxirsida xalq uni ag'dirib etib, hozirgi bu Zelenskiyni 3 yilning oldida deyman saylab chiqdi. Chiqqandan keyin bu odam hamda butunlay Yevropaga qarab mangdi. Yana g'arib madaniyati yoki g'arib qimmat qarashi deymizmi? Bu yerda bir narsa bor, jiq vaqtlarda biz almashtirib qo'yadigan. Yevropaliklar va g'arib qimmat qarash. G'arib qimmat qarashidagi biz deganimiz tushunishda demokratiya, kishilik huquq, erkinlik, barobarlikni ko'rsatadi. Buning ichida hatto Osiyoda hozir Yaponiya, Tayvan, Hindiston bular hammasi shu g'arib madaniyatiningki qimmat qarashidagi davlatlarga hisoblandi. Biz Yevropalik degan vaqtimizda Rus Yevropaga kirdi. Ammo lekin g'arib qimmat qarashidagi davlatga kirmaydi. Bu mustabid sharq ba'zi vaqtlarda istadabni qaraydi, sharq mustabid tuzumininki Yevro Osiyoning oralig'ida qolgan bir davlat deb qaraydi. Shuning uchun qisqartib aytgan vaqtida NATOning kengashiga agishib Rus buni tahdid deb bildi. Bo'libmi Ukrainaninki NATOga qo'shilgandan keyin Rus buningdan nayti andish qildi. Andish qilishninki amaliyotda andish qilishning hech qanday hojati yo'q. Chunki NATO bu g'arib qimmat qarashiga, yana har bir davlatning erkinlik barobarligiga kapolat hurmat qiladi. Shuning uchun buni kengayishni normal deb bildi. Lekin Rus buni meningki ta'sir doiramga kirayotgan bir tahdid deb his qildi. Bu tahdidning oqisida yana birisi hamda mustabidki hokimiyat ustiga chiqib olganlar hammasi davlatni kuchaytirdim, millatni kuchaytirdim degan bu amaliyotdagi shaxsiy o'zining nomini tarixda qoldirish uchun. Masalan, Rusning tarixida Peter bir, undan keyin yana bir ayol podshosi va zar podshosi. Bular ayol podshosi shu hozirgi Qrim tarafdagi tatarlarninki, yana Oltin Ordeninkini bo'ysundirgan Yekaterina. Bu shuning bilan Putinninkimi o bir mustabid hokimiyat ustidagi bo'lganligi o'zini naq shu Peter birinchi va Yekaterinaga o'xshash Rusning tarixidagi nayti bir xil kengaymichilikda bir pallaga yetgan, nayti kuchli bir davlat qilma deydi. Buningga ba'zi ziyolilar, masalan, Solzhenitsin Rusninki Gulagini yozgan odam, shuning o'xshash ba'zi ziyolilarmi buni qo'llaydi. Bu naq Xitoydami bu xil ideologiya. Yana
davlat, hokimiyat deb turib, amaliyotda az sondagi bir turkum odamlarningki tarixda nom qoldirish, o'zining shuhrat parastligi bilan bir millat, bir davlatni baloga ofatga akiradigan. Putin naq shu maqsadda Rusninki burungi tarixdagi o'zininki yoki Rusning tarixchilarining yezib olgan shonliq davriga. Bu shonliqmi emasmi? Amaliyotda shu yerda yashayotgan puhralar belgilaydi. Mana degan vaqtida. Masalan, Yekaterinaning vaqtida Altın Ordu'ni, Tatarlarni, Qrim mushiyalarni hammani o'ziga qo'shib oldi. Uningga Rusninki obro'yi ko'tarilganda ko'ringan bilan shu yerdagi Tatar xalqi, O'rta Osiyodagi xalqlarning hech qaysi uni xohlamaydi. Hech kim boshqalarning kelib o'zininki nom shuhrati uchun yana bir millat, yana bir boshqa bir e'tiqoddagi, boshqa bir madaniyatdagi kishilarni qul qilishini xohlamaydi. Ammo bundaq buyuk davlatlar deb turib olganlar, mayli Çaroslar olsun, Sovetlar olsun, yoki hozirgi Putinning Rossiya olsun, yoki Xi Jinpingning Xitoy olsun. Masalan, Xi Jinpingmi Xitoyning Kompartiyaning 100 yilligi, Jonghua Xalq Cumhuriyetining 100 yilligida Xitoy madaniyatini eng gullangan vaqtiga deydi. O vaqtda nima desa, Xitoy tarixchilarining tuzib olgan atalmış Han davri, Tang sulolasi deydigan vaqtlari. Ammo u vaqtlarda biz agar mayli Xitoyning shu Han davridagi o'zining yozgan she'rlari, asarlarini o'qiydigan bo'lsak, ziyolilarni, mayli Tangning davridagi xalqlarning qaqshayotganligini ko'ramiz. Zulm ostida. Ammo lekin bu davlatdagi mushundaq az sondagi namshuhrat o'bola taxtiga chiqib elib o'zininki shuhratini izlaydi. Hozir Putin naq shu maqsadda Rusninki qaytini qudratlashishini asliga keltirmadi dedi. Masalan, Ukrainaga kirishdan bir kun burun so'z qildi Putin. O so'zda nima dedi desak, Xitoyninki bizga davatqanga o'xshash dunyoga tashiqat. Ukraina azaldan tarixdan Rusning bir qismi deydi. Bu yerda bir davlat bo'lib boqmagan deydi. Bu aslidagi Rusninki bir qismi, Rus madaniyatining bir qismi, bularninki mustaqil bo'lishi faqat sotsializm qurilgan vaqtida, yana 17-yillik oktyabr inqilobida Lenin bularni mustaqil bir davlat qilib qo'ygan dedi. Aniq dedi. Leninni aybladi. Ammo Ukraynaliklar deydi, biz bir ayrim millat, ayrim o'zining tili va o'zining madaniyati va. Bunda bo'lganiki ularni Rossiya qilgan biz Ukraynaliklar deydi. Tarixni o'qisak, men azroq tarixni qisqacha bir 2 haftadan buyon o'qiyapman Rusninki. Haqiqatan Rus davlatining eng dastlab qurilgan yeri shu Kiyevga. Kiyevdan taraqqiy qilib hozirgi Moskva, Peterburg, ma taraflarga taraqqiy qilgan. Ammo lekin hozirgi g'arb qimmat qarashidagi madaniyat bo'yicha har qanday bir rayonda yashagan millat bo'lsin yoki bir inson guruhlari bo'lsin, o'z oldiga men ayrim desa, ularning mustaqil yashash huquqi bor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki shu bo'yicha mangdi. Agar Putinning bo'yicha, Xi Jinpingning degani bo'yicha mangdigan bo'lsa, hozirgi Yevropadan tortib Shimoliy Afrika, yana Tunisiya, Aljeriyadan tortib hozirgi Arab yarim orolidagi Suriya, Misr hammasi Rum imperiyasining vaqtida eng dastlabda Rum imperiyasi qaratdi. Yevropaning hammasi shular qaratdi. İtaliya birinchi bo'lib, hammasi mening ziminim deb İtaliya kirisi bo'ldi. To'g'ri, amdimush 21-asrga kirdik. 21-asr kirgan vaqtida baysiz o'tib ketgandek mush Putinning ko'z qarashi bo'lsin, burunqi Rus topraklarini, Sovet sosyal cumhuriyetlerindeki bütün cumhuriyetlerine özlemge ev alma degan gapni bir necha qitim dedi. O'tgan Qozog'istonning tez surat bilan kirdi, ammo u yerdan chekinib chiqdi. Umu shu burunqi o'zining zaminini qaytirib elishni ko'zlayotdi. Ya'ni Xi Jinping qaraydigan bo'lsak, Xitoy kommunistlar qaraydigan bo'lsak, hatto O'rta Osiyoni bizga bo'lib berilgan pasta nima deyishga boshladi. Kek deb shunday ko'z qarash va ularning u yanimi jutib olg'isi bor.
Hamda muşu işki çoğun nemeden qaraydigan bolsak, burunqi imperialist dövletlerden qaraydigan bolsak, bularninki muşu nemesi emelge aşamda muşu neydi? Meyli Xitayninki, Xitay hamda hazır bütünley Uygurlar bugan besimden ait qattiq hamda en yuqori seviyege çıkadı, bütünley etnik qırgınçılık qıvadıdı, yani bütünley Uygurlarını yoqtup, onunki belkim Türkistan başka cumhuriyetlerge, Orta Asya kirişini tezlikleş meyli özün iqtisadi cəhətdən bolsun, siyasi cəhətdən bolsun. Bunu faqat iqtisadi cəhətdən oylamayıvatıdı məncə. İdeologiya cəhətdən mi naiti nurgun işlerini qıldı. Məsələn, Özbekistan'da kurulgan Konzu enstitüleri, o başka Orta Asya'daki başka devletlerde mi var? Özün ideyisini aşı başka devletlerge, başka halklarga sındırışını burunlu başladı. Nurgun bunu bu haqda təşviqat ep berivatıdı. Sizce əmdi bu Xitay mı özün məqsidi yetemdi, Rusya əmdi hazır 4 günlük uruşdan qaraydigan bolsak, başta bütün dünya biraz ensirigen, lekin nait qattiq qarşılışqa duş geldi. Hazır toxtatqanda qıvatıda əmdi Putin 4 günün içinde 24 saati alime degan oxşaş gaplarni qilgan, ama o əməlge aşmaydigandek turdu. Bu bir ümit mi bizge? Bizge ümit albatta. Aldı bilen uddul cevabını beriyetey. Urushni başladı. Sebep abay kısqacha dedim. Rus özününki tarixdeki asliga kelmezdi. Hem ideologiya jihatdan G'arbning demokratiya erkinlikka qarshi turma dedi. G'arb dunyosining bir ojiz yeri mening Uyg'urcha zag'ir tilimiz bo'yicha deganda burni qanimgacha mushuk atmaydi ekan bular. Saqlab turadi. Gaqib baqidi u bu. Shuning uchun masalan ba'zilar hozir uch xil davatidi inglizchalar gazetlardimi. Agar Xitoyni G'ulji voqeasida yoki Urumchidagi 2009dagi 5-iyullarda Xitoyga G'arb dunyosi qattiq norozilik bildirib, uyg'unib, Xitoyni to'sashga boshlagan bo'lsa, balkim bugungi kunda bunda bo'lanmadi deydi. Rusmi shuningga o'xshash. Masalan, Checheniya birinchi qitim Rus askarlarini yengib chiqaryapti. Mustaqillikni qo'liga olgan Dudayevning davrida. Ammo Putin chiqqandan keyin milliy qirg'inchilik qilib Checheniyada. Checheniya to'g'riliq bir necha kitoblar bor. Sebastian degan bir Amerikalikning yozgan nayt yaxshi bir kitobi bor. Shu vaqtida Checheniyami dunyodan yordam so'ragan, lekin dunyo sukut turdi. Yo'l qo'ydi. Shuning bilan Checheniyani qaytadan Rus milliy qirg'inchilik olib berish orqali terrorlik bilan ivoldi. Uning keyindan Gruziyada, yana Abxaziya, Osetiya, Ishkiyada yana Gruziya bilan urush qilib uni ivoldi. Keyindan Qrimni ivoldi. Ukrainaninki 2 oblasti, yana Donetsk bilan yana birisining ismini unutib qoldim. Ishkiyada mustaqil degan bir narsani qurib chiqdi. Ham uningda agar xalqaro nazoratdagi bir ovoz berish bo'lgan bo'lsa, balkim xalqaro uni e'tirof qildi, lekin unda bo'lmadi. Rusning bir taraflama bo'yicha. Shuning uchun mana degan vaqtida shu vaqtlarda G'arb dunyosiningki inkosi nayti ojiz. Sukut turdi, ba'zi vaqtlarda hattoki yo'l qo'ygan bo'ldi. Ham buningga bu yengilikmi degan vaqtida meningcha yengilik emas. Jiqlar xapib ketib bormiz. Ba'zilarimiz bu G'arb dunyosi tugishib ketdi, yo'q edi deymiz. Amaliyotda men bu yerda bir misol. 2-Dünya urushida Nazilar Fransiyani ishg'ol qilib bo'lgandan keyin Churchill shu Nazi Yevropaga hujumni boshlagan vaqtida Churchill bosh vazir bo'ldi Angliyada. Shu odamning shu vaqtida o'g'liga degan birinchi so'zi nima ekan deganda bosh vazir bo'lganiki. Men Amerikani bu urushga akirmigacha nemisni biz yang'anmaymiz deydi. Shuning bilan bu odam butun shu necha yil Amerikani qoyil qilib bu urushga kirishga da'vat qildi. Hatto Amerikaga 2 qitim keldi, 3 qitim Roosevelt prezident bilan ko'rishdi. Eng oxirsida qanday Amerika urushga kirdi desangiz, hayron qolgan. Men o'zimni birinchi qitim o'qib bo'lib hayron qoldim. Yaponiya Pearl Harborga hujum qilgandan keyin Amerika Yaponiyaga urush e'lon qildi. Urush e'lon qilib, ammo Germaniyaga urush e'lon qilmaydi.
5 gündən keyin Hitler Amerika qurishqiga e'lon qilgandan keyin Amerika rasmiy yusunda Ikkinchi Dünya urushiga kirdi. Uning oldida aralashdimi? Aralashdi, qoral yaraq berdi, pul berdi Angliyaga. Hattoki fidoyilar deb Amerika askarlarimi berdi. Lekin rasmiy urush e'lon qilmagan keyin. Ta Yapon urush e'lon qilib, taki Hitler Amerika urush e'lon qilgancha. Bu demaklik aralıqda bo'lmasa, Nemislar Amerikaning 3 harbiy parxotini Tinch okeanda, Atlantik okeanda Angliyaga yordam etmangan, ularni qo'g'digan harbiy parxotining 3'ini cho'ktirib etdi. Birisida 180 ga yaqin Amerika askari o'ldi. Qurbon bo'ldi. Shu vaqtida Churchill shu 3-chi parxotni cho'ktirib atgan Churchill deydiki, bu da cho'qim urush e'lon qildi Amerika deydi. Onu ümitsizlendiğini, hatta Amerika Germaniyanınki elçisini qo'g'lab chiqarib atmaydi ki Amerikadan. Bu demeklik, hem de bu misalni keltirishim, g'arib demokratiya allari, mening Uyg'urcha zag'ir tilimiz deganda, burniga mushiyab, qanimig'icha bular sakrab asan chiqmaydi. Ammo lekin u deganlik to'xtab qoladi emas. Yordam qiladi. Biz bugun hozir shuni ko'ryapmiz. Masalan, tunugin Amerikaningki parlamentidagi Uyg'urlar hammasi yaxshi bildigan Marco Rubio efendim. O adam Amerikaningki senatninki o'sha istixborotga mas'ul adam. O adam kundalik maxfiy istixborotlardan xabarlanib turdi. Shu odamning Twitter'si dedi: Putinning maqsadi 12 soatda Ukrainaning havo mudofaasini butunlay palash qaldirish. 24 soatda Kiyevga kirish, 48 soatning ichida bütün Ukraynani kontrolga elish, ondan keyin 72 soatda bir Rosni yaxshi ko'radigan, Rosni yaqinlaydigan hukumatni tiklab chiqarish debdi. Nishon mushu o'tdi. Lekin bugun 72 soat tunugin o'tib bo'ldi. Bularning ichida birisimi amalga oshmadi. Nima uchun oshmadi degan vaqtida ben bir yerde yana bir 74-yili O'rta Sharqda yana bir urush bo'lgan. Amerikaning do'sti. İsrailiya bilan Arablarning orasida. 4-chi O'rta Sharq urushi deydi. Misr, Suriya askarlari Sadat Misrning prezidenti vaqtida İsrailiyaga tezsiz hujum qildi. Hujum qilib, eng oldida Misrning askarlari Sinay orolidan o'tib, İsrailiyaning chegarasining ichiga besib kirib ketdi. İsrailiya nayt xatarda qoldi. Shu vaqtida Amerika bütün harbiy aeroplan, istixborot hammani ishlatib, İsrailiyaninki havo armiyasi, quruqliq armiyasiga mana degan vaqtida uchurni minutigacha, chunki u vaqtida Arab tarafning kaynida Ruslar bor, Sovet vaqtida, Xrushchevning vaqti. Ular yordam qilyapti. Hatta Xitoymi bor shu vaqtida. İsrailiyaning kaynida Amerika bor. Shuning bilan 3 kundan keyin balkim jihlab bo'ldi, İsrailiyaning mudofaa ministri bo'lgan Sharon degan odam bir brigada askarni boshlab Misr askarlarininki orlig'idan kirib Qahiraga 60 kilometrga besib kirib bo'ldi. Shuning bilan amal yo'q, Misr urush to'xtatishni talab qildi. Shu yerdan to'xtaydi. Bu urush 4-chi O'rta Sharq urushi shu yerda to'xtaydi. Bu yerda hamda Amerika askar chiqadimi, chiqamidi? Yordam qildimi? Yordam qildi. Nayt cho'ng yordam qildi. Agar cho'ng yordam qilmagan bo'lsa, balkim bu o 4-chi O'rta Sharq urushininki oqibati boshqacha bo'lardi. Bu tarixdagi misollar. Unda bo'lsa mush taktikni ishlatyapti hozir. Masalan, Yevropama askar chiqamidi, lekin hatta tunugin Germaniyami qurol avatadiganligini e'lon qildi. Asta-asta Gollandiyadan, Germaniyadan nurg'un qurollarning borganligini bilamiz. Mushu taktikni ishlatyapti. Mushu taktikni ishlatyapti. Amerika boshliq, G'arb NATO, G'arb dunyosi şu taktikini, ama onundan mı güçlük bu da aksi. Çünkü biz tünügünüz görüyoruz. Ete yana Rus'un ete bizden baldır geliyordu.
paycheck bazarının içilişi bilen menimce hem de Ros'un pulu pahalı oldu. Çünkü Rosne hazır 630 milyar pulunu Amerika toңultып etti. Ros'ninki Merkezi Bankası'nınki. Çoğu bankaların toңultып etti. 630 bilyon ki bu. Bu pulunu toңultып etti. Bu pulunu toңultып etti hem Ros'ninki Swift dedi İngilizce. Kısaca üzümden düşençi boyunca degende bütün dünyadaki bankalar hazır. Her günü keşte saat 12'de Amerika'nın vaktindeki nemininki belki Şvitsiya'daki bunun başkarması. Şvitsiya'nın Belgiye'de. Şu yanın vakti buluş gerek. Şu vaktida her kanda soğudunun pulunu şu kini hesaplap mağı diken. Dolar boyunca hesaplaydı ki köpüncü vaktlarda. Bunun çıkırıp ettiği digen gep Rus bu hesabatını kılanmaydı. Setüvagan nersigi pulunu töleyenmeydi. Başkalarının töleyen pulunu hesabatığı kirgizenmeydi. Bunda boğanlikin Rus asasen 40% enerjisi Avrupa'ga. Hazır manda diye vaxtıda bu toxtu değil. Bu iqtisadi cihetki. Nahayeti çok iqtisadi kalaymıkançılık oldu. Hem de her bir cihette qanday qıvatıdı degende mening farzim Amerika naq aşı 4-cü O'tirşarıq uruşuğa İsrail'e istihbarat hem cihetini yardım qılgandek qoral yarak. Mesela Afganistan'da Rus'ninki en çoğ çıkımı nemedin boğan diye vaxtıda Amerika'nın bəgən Stinger missildeydi. O müride tutup durup hazır bazı Twitter'larda çıktı onu kösetti. Ayrıplan kartıpla assa bek nişangı kartış ketişmi ketmeydi ki. Çünkü o sıkılıkını qoğlaydıgan məxsus ayrıplanğa. Şunun için atkan linkilla asasen ayrıplanı düşürüp etidi. Hemimiz bilimiz ayrıplan o ezen nimemez hem de. O bir maşin tankıga qaraganda neçesi qimmat. Hazır mı Rus'un düşüp ketken ayrıplanı xeyli bir yegi badi. Bugün atigen o deyme. Afganistan'daki uğraşı bilen Rus'un bugünkü gündeki bana diyen 4 gündün bu yankı çıkımı asasen okşaş okalaydıptı. Afganistan 9 yıl uğraştı ki çıkımı bugünkü günde Ukrayna'daki bilen okşaş degen gel. Yıkılışıp kattı. Bir yerde hem de yanı bir nersini belki bazılarımız dikkat kıldık. Tünü gün Ukrayna'nınki Amerika'nın bay maskı mı? Nemete avağı nemi çıkarıp atkan. Sünni Emre çıkarıp atkan bir NASA mı? Musk o değil mi? Şu adam Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Tesla'nın nemisi. Şulanınki o internet yani hava boşluğundaki internet Sünni Emre'si arkalık Ukrayna'nın internetini ulaşını talep kılgandan keyin Elon Musk depti. Şu ki tünü gün düştüğünden tatıp onunki Ukrayna'nın üstüde uçuklığını. Bu demeklik Ukrayna gerçi eğer Rus askerleri ulanın alakalışı üsküllerini palaş kıvası mı o Sünni Emre arkalık bütün yana udayalaydı. Bu acayip bir teknik hakikaten internet bu internetni Ruslar kesitipti ama Ukrayna'nın uçu. Lakin Elon Musk ona teminlepti. Şu teminledi. Onun deyin mesela hem de Avrupa yanı birisi bütün Amerika'nın ayrıplarlarının ki Avrupa kirişini çeklip etti. Bunun bilen iqtisadi cihetten bir cihetten ursa, pan texnik cihetten bir cihetten Ukrayna'ya bütün vücudu bilen garip dünyası yardım kıvatır. Koral yarak. Mesela Germaniya tünügün berdiğen boldu, Gollandiya berdiğen boldu, Polşa berivatıdı. Yenideki küçük devletler, Baltik 3 devlet ulamı berivatıdı. Pul mu berivatıdı. Amerika mı kanda koral belgeligin demedi tünügün 500 milyon deyme. Koral berdi. Bugün yana Amerika'nınki devlet işler komisarının degeni de yana insani yardım pul acırtıptı. Bu demek Ukrayna'ya boğan
NATO'ningki yoki G'arb dunyosining demokrat ellarining yordami bu tarixda ko'rilib bakmagan. Naiti birinci qitim bundaq shu Ikkinchi dunyo urushininki rasmiy boshlanib bo'lgandan keyingi o'xshash birlik kelgan bir vaqti. Buning bilan Rus hozir naiti o'sal ahvolda. Shuningga masalan urush boshlanib ikkinchi kuni Zelenskiy, ya'ni Ukrainaning prezidenti suhbat o'tkazishni talab qilgan vaqtida Rusning degini betaraf bo'lma deb oldingi shart qo'ygan. Şunu olan Zelenskiy onunla unumidi Ukrayna. Bugünkü Rus'ның degan qo'ygan talebi söhbetke hiç qandaq şart qo'ymay aldı bilan ko'rishayli dedi. Bu demek Rus bir qadar plan bo'yicha mangmaganligidan qiyinchilikka uchraganligining bir signali. Bu birincisi. Ama o deganlik söhbet bilan bu ish hal oldu deganlik emas. Onun da belki söhbet hech qanday bir natija qazanmaslığı çoğarak hazırca. Rusya'nı sınap bekiş gerek. Yanı bir signali, mesela Putin'ninki bugün atom korallarını alayda dereceye, hoşarlıkka götürüşü. Bu demek Rus G'arbninki bu jaza, bu pan-texnik jihatdagi, qoral jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi Ukrainaga bergan yordamning unumini his qildi, tuydi. Demek bularninki bir aciz yerleriga hozir mush tagdi. Hakikaten endi gapingizdan davom qilaman. Buningga hamda qo'shib desam, Xitoy bu urushni ko'ryapti. Xitoyninki harbiy olimlarninki, men bir turkum ba'zi bir Xitoy harbiy olimlarninkini xil o'qigan. Xitoy birinchi qitim Angtang qolgan G'arb dunyosining urushiga Argentinaninki Angliya Falkland oroli deydi-ku deyman. Argentinaliklar boshqa bir nim deydi. Thatcher xonimning vaqtida Argentina bu orolni qaytarib oldi Angliyaliklardan. Urush qilib, ivoldi. Bir haftadan keyin Thatcher xonim Angliya dengiz armiyasini avatib urush qilib Falkland orolini Argentinadan tortib oldi. Bu orol Argentinaga yaqin, Angliyaga hamda 3-4 kun nem bilan mangdi, paraxod bilan. Ammo berib ivoldi. Ivolgandan keyin Xitoy shu vaqtida harbiy olimlari maqola yozib, bu yangi davrdagi bir urushga deb uningdan keyin Xitoy askarlarini qisqartishga boshlaydi. Nima uchun qisqartdi deganda, askar kuchi emas, birisi sapasi, yana birisi pan texnikning muhimligini Xitoy birinchi qitim his qilgani shu. Bular 78-yili Vyetnam bilan urush qilgan vaqtida o'zining askarining qanchalik qaloqligini shu vaqtda his qilgan. Shuningga Vyetnam urushidan keyin harbiy islohot tepadi bular. Onundan keyin Falkland urushidan keyin, Orol urushidan keyin yana bir islohot tepadi. Yana bir qitim Xitoyni hangtang qoldirgan Amerikaninki Iroq armiyasini. Şu vaqtida men vatanda vaqtimda Xitoyning bir dangliq harbiy olimi bor, Zhang Zhong degan. Bu adam dedi, Amerika askari 6 oy Bag'dodga ya kiralaydi, kiramaydi. Saddamninki manchilik askari va manchilik qurolli qismlari va degandi. Ammo shu vaqtida men ko'rib, xabarni ko'rib, hamda men Erkin Osiyo xabari, Amerika ovozini jiq anglatdim o'g'irliqcha. Şununla ben o alimninkini anlap olup şu vaqtida vatanda turib men degandim, bu Xitoy bilmaydi ki degan. Men deganga o'xshash bir haftadan keyin Amerika askari Bag'dodga tanklarini haydab kirib ketdi. O Saddamning askarlarini biz ko'rmadik. Nim bo'ldi deganda, shuningdimi pan texnikining kuchini, harbiyning sapasining qanchalik talab yuqori bo'lganligini hozirgi zamon urushiga buni his qildi Xitoy. Shuningdan keyin Xitoyda yana bir o'zgartish bo'ldi. Endi bugun Ukraina urush Xitoy nima qilyapti deganda, bu urushni biz ko'rdik. Hozirgi xabarda ikki narsa bor bizning diqqatimizni qo'zg'aydigan. Birisi Amerikaning Putinning Ukrainaga kirmoqchi bo'lganligini ta bultoning yil oxiridan tortib Xitoyga da'vatganligi. Bu bir nuqta biz diqqat qiladigan. Ikkinchisi Putin
Beijing'e berip Olimpikninki içiliş günü de berip bir neçe saatten keyin qaytib ketdi. Bu yerda Xi Jinping bilan jiq kelishimlarni imzolaydi. Bu demeklik Putin mi bu Xitoyga buni degan? Meningcha Ukrainada kirganini. Mana degan vaqtida Xitoy Amerikaning mu istixborot orqali bilgan. Putin o'zininki bergan ma'lumoti bo'yicha mu Ukrainada bunda bir urushning bo'ldiganligini, Rossiyaning tajovuz qildiganligini oldin ola biladi. Amerikaga savoq bo'lgan yeri, Amerika garchi shunchalik Xitoyga yana o'zining yeniga tortib, Rossiyani to'saydiganga tirish baqqan bo'lsa-mu, qiziq yeri Xitoy hozirgi New York Times'ninki tunugungi maqolasiga asoslanganda Amerikaning butun uchurini, istixborotini Rossiyaga yetkazib bergan. Manda da'vatdi deb. Ha, shunda xo'pda. Ha, bu yerda yana bir tarixni nim qilg'im bor. U bo'lsa Nazi yana Hitler Fransiyada urush qilib Angliya bilan Fransiyani taslim qilib bo'lgandan keyin Angliyaga urush qilib 3 oydan keyin hech bir natija qozonolmagandan keyin Hitler askarlarini Yevropadan Sovetninki chegarasiga yetkazdi. Chunki Hitlerning o'yida Angliyaning taslim bo'lmasligidagi sabab Rus Sovetning borligidan, Sovetdan umid kutayotganligi. Shuning uchun Sovetni yo'qotsam Angliya menga taslim bo'ldi deb bütün askerlerini Yevropadan Sovetning shu vaqtda ekamda Polshar bundan bir qism Sovet egallab olgan tarafiga askar yetkazdi. Buni Angliyaning Churchill istixborotla egallab oldi. Egallab Churchill Stalinga bir parcha xat yozdi ekan. Bu tarixda bor, izlasak chiqadi. Xat yozib Stalinga Nemis sizga Sovetga hujum qilmoqchi, biz birlashishimiz kerak. Diqqat qiling, askarlarni yig'di, chegararingizda hozir, sizningki Sovetninki. Biz birlashaylik degan vaqtida Stalin turib ketib, bu kapitalizmlar yani bizning aramizga so'g'oqchilik salmoqchi. Chunki shu vaqtcha Sovet bilan Nemisninki Nazilarning kelishmasi bor, do'stona. Shuning uchun buni buzmoqchi bu kapitalistlar deb Churchillning xatini Hitlerga avatib berdi ekan. Mana bular xat yozib bizningki do'stligimizni buzmoqchi deb. Bu demak nima degan vaqtida diktator hokimiyat faqat o'zining manfaatini ko'zlaydi. Hech qachon xalqininki yoki bir inovat mana degan vaqtida bir odam ishinib, menga bir narsani berganda, men buni bir shu ishonchiga kapolat bir narsa qilishim degan bundan nima yo'q. Shuning uchun bu yerda Xitoy bu uchurni bergan Rusga. Endi bu yerda Xitoy urushining bo'ldiganligini biladi, ham nihoyatda yaqindan kuzatgan. Kuzatgandan keyin natijasi Rusga ishongan. Buningki farqi nima deganda yana bir kichik hikoya bor bu yerda. Masalan, Xitoy elchixonasi Rus kirgan kuni Xitoyninki Ukrainadagi elchixonasi bütün Ukrainadagi Xitoylarga elchixonaningki to'g'ri betiga chiqarib, qizil bayroqni mashinanglarga ya ko'rinarlik yerlarga chiqarib qo'ysanglar, bo'ladi, sizlar saqqalsizlar, qo'g'dilisizlar degan. Nima uchun bunday deydi deganda, menimcha Putin Xitoyga 12 soatda bütün egallab bo'ldiganligini deganligidan Xitoyning o'yida Rus kirib o 12 soatda Ukrainani yana 24 soatda ip bo'ladi degan. Shuningga Xitoy o'quvchilari, Xitoy fuqarolariga Ukrainadagi qizil bayroqni chiqarib qo'ysa, Rus bizning do'stimizga deb chiqilmaydi deb o'ylagan. Bugun yana uni o'zgartibdi. Bugun endi bayroq chiqarmoqlar. Endi mening ko'ginim Xitoylar o'zlari zanglik etib debdi, tuyuqsiz Ukrainada yapıllıqlar chiqib ketgan. Hammasi men yapıllık deb aytibdi deb. Nima uchun deganda, tunugun Xitoy elchixonasi o'zi e'lon chiqarib, qizilni chiqarmanglar, bayroqni ko'rsatmanglar, uyinglardan teshig'i chiqmanglar, bir yerga anim qilolmaymiz. Demak, Xitoy biladi bu urushni. Hamda yaqindan kuzatgan, Rusga ishongan. Endi Xitoy bu urush boshlangan vaqtida birdan-bir qo'llagan taraf mundaq bir so'zi bor Xitoy tarafniki.
Rusya müstakil erkin bir devlet. Şunun için o özünü qoğdaş için haqlıq bu hareketide dep şundaq degen. Bunu değişinin sebebi hem de bazı analizler şundaq dep qaraydı. Eğer ertügün Tayvan hücum qıp qalsam, bu mu Rusya mı meni muştaq dep qo'llasun demekçi mi? Albatta shundaq. Bu Xitoyning maqsadi Rus bilan birga bo'lib, chunki bu yerda Rusningmi shilting etayotgani nima deganda, Rusningmi Ikkinchi dunyo urushi tugagandan keyin shakllangan shu tuzumga buzma deydi. Bu tuzum BDT qurildi. Bugün yana bir İngilizce maqoli bor. Bu maqolda mana shunda naq mushu masala to'g'riliq bir BDT ne deydi? İki meselede özününki bu bir palaş teşkilat yoki unumsiz teşkilatlarını ispatladı deydi. Birinci deydi, BDT'nin kuruluşidagi maqsad inson huquqini qo'g'dash, yana ojiz millatlarni qo'g'dash. Uyg'ur meselesida, lager meselesida deydi, BDT hech qanday rol o'ynayolmadi. Aksincha, shaxsan mening fikrim bo'yicha BDT Xitoyga axlab berganligidan jinoyatchi, BDT'nin baş katibidan tortib kishilik huquq gruppasigacha hammasi Uyg'urning qiyni bor qo'lida. Hozirgacha bir tal dokladini e'lon qilinmayotdi. Bu demaklik gunohkor. BDT buningda unumsiz. Bu birincisi vazi o'zininki nishoni yoki o'zining missionsini ado qilamdi. Ikkinchisi nima degan vaqtida davlatlarningki o'zining taqdirini o'z belgilash huquqini kapolatga ega qilish. Nima uchun bu BDT qurildi? Chunki Nazilar o'z vaqtida Gitlermi Polsharni aslida Germaniyaning yerida, Germaniya imperiyasi vaqtida bizning qismimizda. Shuning uchun bu yerga kirish mening haqqim deb Polshar xalqining irodasiga qarshi u yerga hujum qildi. Kendi Yevropa butun dunyoni baloga ofatga soldi. Shuning uchun shunda ahvolning oldini olish uchun bu BDT qurilgan. Bu ikkilisida mag'lub bo'ldi. Bu yerda Xitoyningki biladiğini BDT mushunda vaqtlarda bir ovoz chiqaradigan o'rin. Shuning uchun hozir Rusga qo'liga su quyib berib, atugin Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, mening qo'limga bir su quyib beramo degan bu o'yda Rusni qo'llayotdi, ochiq-oshkor qo'llayotdi. Chunki birinchi kuni urush boshlangandan keyin Amerikaningki g'arb dunyosining birinchi iqtisodiy jazosi butun Rusningki buğday, bu nemlerini hammasini to'xtatish, importni, import qilishini. Shuning bilan Xitoy birinchi kunilar Rusningki buğdayini butun setib oldigan bo'ldi. Bununla yo'l qo'ydi. Demak, ochiq-oshkora yordam qilyapti. Hattoki Tashqi ishlar ministrligining ta bugungacha Rossiyaning huquqi bor, haqliq, o'zininki bexatarligiga kapolat qilish uchun bu urushni boshlagan degan gapni qilyapti. Bu demak, Xitoy bu yerda balkim mening farzimda Rus bilan sen Ukrainani ol, undan keyin men Tayvanni ayirib qilay degan manda bir ishki jihatda xuddi Gitler bilan Stalinninki o'z vaqtida do'stonalik nemisida imzo qo'ygan vaqtida kelishimga Polsharning g'arb qismini nemislar egallaydigan, ishg'ol qiladigan, sharq qismini yana Rus Sovet ishg'ol qiladigan maxfiy kelishim bor. Shuningga o'xshash, meningcha bugungi kundagi Rus bilan Xitoy ashunda bir kelishim qilib, Yevroasiyo Rusning ta'sir doirasi, Osiyo Xitoyning ta'sir doirasi, shuning bilan Tayvanni olsa Rus qo'llaydigan, Rusning kaynidagi davlatlar qo'llaydigan manda bir mexanizm qurish orqali g'arb demokratiya, erkinlik degan bu butun dunyoning madaniyatining bir g'azinasi bo'lgan, hozirgi zamon madaniyatiningki bir ulgusi bo'lgan buningni to'sash, buni mag'lubiyat qilish, o'zining xalqlarini qul qilish
bu yolda, bu ipaganda muşu nemiside suikastı desek, bunun da Rus bilan birleşti. Şunun için Xitoy bu Ukrayna urushini yaqindan kuzatayotdi. Menimcha azroq tuyg'u seqirayotdi hozir. Chunki Xitoyning bir yeri bizni tarixini qaraydigan bo'lsak, Xitoy askari, hozirgi askari. Birinchi, Xitoyning qurolining hammasi Rus Sovet vaqtidagi qurollarningki asosida taraqqiy qilib, hozirgi Xitoyning qurollari shu tizimda kelgan. Andisi bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, harbiy ilmiy ilm fan tadqiqotidimi Rusningki yetakchi ideologiyasi bilan Sovetninki bilan taraqqiy qilgan. Mana degan vaqtida Rus armiyasi bilan Xitoy askarlarininki armiyasining urush qilishdagi psixika ilmlari asosan bir-birisiga o'xshash desakmi, balki mazroq mubolag'a qildi, o'xshash desak. Ammo naiti birlikdagi bir sistemniki mana degan vaqtida. Shuning uchun Xitoy buni kuzatdi. Yaqindan kuzatdi, ham balkim andishda hozir qarab beqib, bu unda biz o'ylagandek bo'lmaydi-ku deb paraz qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu jihatni elib o'tgan vaqtida bu bir Xitoyni agah desak deb tushunsak bo'ladi g'arb dunyosiningki Ukrainaga yordam qilish orqali Putinga emas, Xitoyga bir agah. Doğru deysiz. Elçat efendim, nait düşünüşlük ve tepsili məlumatlarını veriyorsunuz. Undaq bolsa, bu uruşun taraqqiyatının qarağa vaxtıda Rus ve Xitayga faydasız tarafga qarab yöneliyotidu. Hem de bu bizninki ümidimiz. Hamsi bu uruşun Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri qanday bo'ldi sizce? Ikki jihatdan qaraymiz, ikki nuqtadan. Birsi bevosita yaqin, bugun ata yoki bir yil, kelar yili. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda bizga ziyon. Nima uchun bizga ziyon degan vaqtida siz bugun mayli jamiyat taratqularga qarayli. Facebook demdoq, Twitter demdoq, Instagram demdoq, gez jurnallar, televiziyalar. Uyg'ur masalasi qarilib qoldi hozir. Navod bir biz chiqib ularni taqatmasak, hozir butun bu dunyoning ko'zi hammasi Ukrainada. Ham shaxsan men bir Uyg'ur. Biz hammamiz shuninki Xitoyning milliy qirg'inchiligininki qurboni bo'lyapmiz. Sing'illarim opam bilan aloqalashamiz, necha yillar o'tib ketdi. Bu uqmaymiz. Terikmi, hayotmi, singlimning lagerligini bilaman. Ondan boshqa. Ammo shundaq bo'lsaqmi, shaxsan menmi hozir kunda ko'rayotganim, tunugim burnakin kechicha Ukrainaning tong atqicha qarab turdim televizorga, xabarlarga. Nima uchun? Rus yengib ketami? Qanday bo'lar? Chunki bizningki hayot taqdirimizmi buning bilan azroq munosabati bor deyman. U yiroqdagi ikkinchi nuqta. Yana strategiyalik xarakterini olgan yiroqdagi bizga bo'lgan ta'siri. Bevosita ta'sirda biz ko'ryapmiz, bizga ziyon hozir. Balkim bu urush yana bir oyga agar davomlashsa, hozir Rus butun tayyorlagan qismininki 3dan 2ni ishlatyapti. Hammani ishlatmabdi. Yana bir qismi bor ekan. Hamda hammani ishlatib qolsa, Ukraina qanchalik tura oladi? Kiyevni ipqala olamdi, biz bilmaymiz. Ammo Rusningki harbiy kuchi haqiqatan selishtirganda Ukrainadan kuchlik. Agar buningda hamda NATO askar chiqarib qolsa, u ayrim ish. Agar askar chiqamasa, Ukraina qanchalik tura oladi? Bu bir savol. Agar bir oyga davomlashsa bu urush, bir oygacha balkim bizning masalamiz ingliz sideline deymiz, hamda yan tarafga qo'yilib qoladi. Biz uni ishtirishimiz kerak. Masalan, hamda bunda vaqtida bizga bu yaqinlik ta'siri negativ, bunda degan vaqtida negativ salbiy bo'ladi. Bu salbiy ta'sirni qanday qilamiz deganda, buning usuli shu, biz oldiga ishtirishimiz kerak. Mayli jamiyat taratqularida bo'lsin,
mayli xabarlar bo'lsin, Uyg'urga munosabatli xabarlarni konu bo'lsinmi, to'xtamay oldiga ishtirib, Uyg'ur masalasining bu masalalar bilan bir tutash ekanligini, masalan, shu tuni bugun chiqqan maqoladek BDT'ninki manda ishki yerda mag'lub bo'ldi deb turib, mana Uyg'ur masalasida bu ishlamagan degan mushunday narsalar bilan selishtirish orqali mayli tashkilotlarimiz, ziyolilarimiz bo'libmi g'arb dunyosidagi oldingi safda yurayotgan siyosatlarimiz shu davlatning gez jurnallarida yana buni birlashtirish kerak. Yana Rus Ukrainadek bir erkin davlatga hujum qilyapti. Buning kendi Xitoy bor. Xitoy bizni Uyg'ur millatining irodasiga xilop bizga zulm qilyapti, milliy qirg'inchilik qilib beryapti deb buni tushuntirishimiz kerak, oldiga ishtirib. Gerçi nokta bulanmasakmı ama közden sakıp ketmezlikten aldığını elişimiz gerek. Bu birincisi. İkinci noktadan elip etken vaxtıda uzunga müddetten qaraganda, stratejiye cihattan qaraganda bu uruş şahsen menin göz karışımda bu bir tarihi bölgüş bir vaka deyme. Nima degende eğer mayli Ukrayna'nı Rus egallab olalsin, egalleyamsin, bu Putin'ninki zovallı qarab menişinin başlanışı deyme. Nima üçün degan vaqtida iqtisodiy jazolarninki balkim ata o'gin Rusni putlayamizmi, ammo aylab, yillab manga vaqtida bu Rusga bak cho'ng ta'sir bo'ladi. Shuning bilan Rus oxirgi chidamagan vaqtida Putinni almashtirishi mumkin, boshqa ishki jihatdagi qarışıqlar, qo'zg'alonliklar, shuning bilan Rusninki balkim yana qaytadan Chechenlarni qo'zg'alishi mumkin, parchalanish ehtimoli yiroq emas, Rus kichiklab ketishi. Agar unda bo'lgan vaqtida g'arb dunyosi butun vujudi bilan Xitoyga o'tadi. Masalan, Amerikada bir xil ko'z qarashlar bor hozir. Ochiq-oshkor deyotgan. O nima deganda bu hamda o cumhuriyetçilerin radikal tarafining ko'z qarashi. Deydi Rus Hristiyan dini, mayli o boshqa mazhabda bo'lsin, ular degan oq. Nima uchun biz ular bilan so'qishimiz, Ukrainani qurbon qilib etib, o Xitoy birinchi, bu kommunist, bu degan radikal deb, aningga bir nima qilaylik degan ko'z qarashlar bor. Bu asossiz chiqmaydi, ko'z jurnallarga ochiq chiqarganligi. Bu demak, bu ko'z qarashim bor. Bu demaklik nima deganda, garchi Amerika ahmoqonlik bilan Xitoyga Rusning uchurlarini istixborotini berib, Xitoyni o'ziga tatib baqqan bo'lsa-mu, Xitoyninki qanda bir innovatsiz, bir rezil hokimiyat ekanligini yana bir qitim dunyoga tonutdi. Shuning uchun bular agar Putinning masalasini, ya'ni Rusni hal qilyapsa, undan keyin butun dunyo birlikda Xitoyga o'tadi. Bu o'tish bizga albatta bir foydali. Hamda bu yerda g'arb dunyosi Xitoyni yaxshi deydiganlar qolmadi. Faqat Xitoyningmi shu burnini bir qanatmag'icha urush e'lon qilmaydiganga, shuningga buni qanda boshqa yo'llar bilan ojizlashtirib, parchalg'in bo'lamdi deganim qo'yadi. Shuning uchun qisqartib aytgan vaqtida bizga ikki jihatdan ta'siri. Qisqa jihatdan salbiyroq bizning masalamiz qarilib qoladi. Ammo bizning unga qo'llanadigan choramiz nuqta bo'lanmasaqmi, ko'zdan yiroq qilmay oldiga ishtirib turishimiz. O bizga qo'yilgan talab. İkinci cihatdan Rus acizlab mangıdı endi. Çünkü bu jazo, bu urush Rusning bo'libmi Putindek bir diktatorni acizlashtirdi. Acizlashib bo'lgandan keyin NATO endi kuchayib, mana deganda bu yerda NATOning yana bir xarakter jihatdagi o'zgarishi bor. Biz agar diqqat qilsak. Burun Yevropa Birligi bilan NATO ikki ayrimdi. NATO'nun maqsadi bütün Avrupa qarortilgan. Ammo 2 yildan buyon NATO hatto Xitoyni o'z ichiga nishoni qilib evatidi. NATO'ning ochiq deyotidi. Bu to'lardagi Ukraina kriz chiqishining oldida NATO'ning boshlig'i dedi, Xitoy demokratiya, erkinlik bizning qimmat qarashimizga tahdid dedi. Ochiq oshkora. Demak, NATO endi kuchlanib, mushunda ittifoqlik bilan mangsa, bu endi Osiyoga Xitoyga
bir nemdaymiz hamda raqobat bo'lib Xitoyni yengadigan Xitoyni nishon qiladigan bir kuchga aylandi. Shuningga bu Jiroqni ko'zlagan vaqtida meningcha bizga foydali. Chunki hozirgi vaziyatda Amerika Xitoy bilan urushmagicha bizningki taqdirimizda cho'ng o'zgarishninki bo'lib kelishini men ko'rolmayman. Mayli Xitoyning kimni almashtirsin, machinery kelsin, yana bir ish kelsin, hammasi Xitoy. Mayli uning familiyasi Ma bo'lsin, Wang bo'lsin, Zhang bo'lsin, Şey bo'lsin. hammasi o'pma o'xshash. Kim bo'lsa o'xshash. Faqat birsi papilab yesa, birsi mushlab turib yeydi. Uningdan boshqa farqi yo'q. Shuning uchun hozirgi bizningki ahvolimizda Amerikaningki bizni qo'llab, g'arb dunyosining qo'llab, oxirisi Xitoy bilan bir to'qinish boshlangan vaqtida bizning taqdirimizni o'zgartirishga bir fursat keladi. Biz tayyor bo'lsak. Shuning uchun bu Ukraina urushi shaxsan mening ko'z qarashimda xuddi Ikkinchi dunyo urushining oldidagi bir chunki Ikkinchi dunyo urushidan keyin cho'ng o'zgarish bo'ldi dunyoda. Birinchi dunyo urushidan keyin 4 imperiya g'ulidi. Osmanlı imperiyasi, Rusning Zar imperiyasi, Avstriya Vengriya imperiyasi, Germaniya imperiyasi, 4 imperiya birinchi dunyo urushidan keyin g'ulidi. 1917-yili, 18-yili. 15-18. Urush 15-18gacha. 18'e bu imperiyalar hammasi g'ulab ketdi. Davlatlar, jiq davlatlar paydo bo'ldi shu vaqtida. Masalan, Ukraina ham shu vaqtda birinchi qitim mustaqil bo'lgan vaqtda. Char Rossiyadan qutulib, Rusda nima oktyabr inqilobi bo'lgandan keyin. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Angliyaning imperiyalari hammasi mustaqil bo'ldi. Masalan, Hindiston deymiz, Afrikadagi davlatlar, Fransiyaning ishg'oliyatidagi Fransiyaningki munqarizligidagi davlatlar mustaqil bo'ldi. 3-turkumdagi mustaqil bo'lish millatlarningki Sovetninki 91-yildagi birinchi g'ulishidir. O vaqtida hozir ko'ryapmiz, O'rta Osiyodagi hamma qarindoshlarimiz mustaqil bo'ldi. Hamda oxirsida qilib qolgan bundaq imperiya xarakterlik davlatlar hozir birsi Rus Federatsiyasi, yana birsi Xitoy. Yana bir Xitoy. Bu Xitoy. Hamda budaqi bu urush atom urushi bo'lib qolmasin. O bo'lib qolsa hamda hammamiz Xudo Allohga topshiramiz jenimizni. O insoniyatga bir baloyi ofat. Ama unda bo'lmay Rusni shu Ukraina odatdagi urush bo'yicha yengib, Putinning tushib ketishi bilan meningcha Rus Federatsiyasi yana bir qitim qaytadan parchalanib kichiklaydi. O vaqtida Xitoyningki zavalligi, Xitoy imperiyasining g'ulishi shuningdan boshlandi deb men shunday qarayman. Shuningga yaqinqi nishonimiz Jiroqdagi bizga bo'lgan foydasi, yaqinqi bizga bo'lgan salbiy ta'siri, ammo ikkilisiga biz aktiv bo'lishimiz lozim. Biz aktiv bo'lgan vaqtida, biz tayyor bo'lgan vaqtida buningdan qiyinchilik ahvollarni beshimizdan kechirgan millat. Men ishonima, biz buningda yana Uyg'ur masalasini davomli oldiga qo'yib, bu urushdanmi biz foydalanib, bizga foydali taraflardan Ukrainalarni qo'llab, chunki bu bir mustaqillikni xohlab, Rusdan mustaqil bo'lib chiqqan bir millat, erkinlikni xohlab, g'arb qimmat qarashini qabul qilgan bir millat, bizdek bir erkinlikni, mustaqillikni izlayotgan millat, cho'qim shularning yenida turib, ham ularni qo'llash, ham bizning masalamizni oldiga ishtirishda avangard rolni, fidokorlikni ko'rsatishimiz lozim. Rahmat. Endi Xitoyninki niyati Rus bilan o'xshash o'zinki burunqi ta imperiya vaqtidagi to'proqlarni qo'g'dash deb chiqqanti Putin. Ammo endi hozir bu gaplarni degandan keyin Qrimni evaldi, undan keyin bir necha yana evaldi, Gürcistonga, Gruziyaga hujum qildi, endi Ukrainaga hujum qildi.
Ama siz nayet yaxşı xulaslap öttünüz. Bütün dünya karşılıklı bütün gücü bilen. Ama yani davatsız çokum Amerika'nın ağız burnu kanatqıça biz saqlışımız gerek depçu. Bundaq biz xeyli saqlaydığa oxşayımız. Ama bir yerde yani bir emdi bizi ümitlendirgan nerse NATO güçlünüp atıdı. Şundaq bu emdi. Ha. Bütün NATO'nun güçlünüşü, onun dekin Avrupa'nınki Rusya'nı tonup yetişüçümü belki nurgun vakit ketdi emdi. Bu özgüremiki de saqıldı. Burun ilaqi soğuk savaş deydiğen bir devir battı. Onun dekin Rusya parçalandı. Onun dekin Garp Rusya'nınki demokratik bir devlet boluşunu sakladı bence. Lekin Putin bununla ruhsat kılmadı. Ama halk Putin karşıya bu uruştuğumu biz köydük. Halk hazır karşı çıkmadı Putin'e uruş kılmaysa da. Amdi bu uruşunki akıbeti eğer siz degenge okşaş uzrap ketip kalsa uzrap geçiş mümkün dediniz mi? Uzrap ketip kalsa bir ay yoki 2 ayga sizce 3. Dünya uruşu çıkışı mümkün mü? Menimce mümkünçiligini aytı çoğun. Ben bir yerde İngilizcesi azırak asası var Uygurlarınki. Bir tavsiyerim var. Xitay meddalarınkini anlamay. Angliyanın bir dağlık tarihçisi var. Niall Ferguson degen. Cambridge Üniversitesi'ninki. Hazır Amerika'da mı kelip leksiya sözleydi. Niall Ferguson. Şu adamның leksiyaları YouTube'da mı cık, azırak anlap. İkincisi, mening tavsiye kıldığım Princeton Üniversitesi'ninki Stephen Kotkin degan bir tarihçi var. Bu adamninki leksiyalarını. Çünkü bu ikilisi, İkinci Dünya Uruşı, Rus, toğırlık, ikilisi tarihçi. Ama cıkarak muşu toğırlık soraydı. Ben aldın ketim bulup mu Stephen Kotkin'ninki Hadis'in institutu bilen bolgan bir söhbetine taqtip koygan ama qarsam jıq diqqat qozg'ayolmadi. Çünkü onu meni taqtishim Hadis'ninki institutning ziyorat qilg'ichi so'raydi. Xuddi siz mendan savol so'ragandek Stephen Kotkin'dan Amerika hozir Xitoy millati bilan Xitoy kommunistini arimiz deydi. Sizningcha arg'ini bo'lamdi deydi. Bu 2019 yildagi suhbat. Stephen Kotkin keskin cevap verdi. Arg'ini bo'lmaydi. Komünist ideologiya jihatdagi düşmanimiz Xitoy davlati demokratiya bo'lib hozirgidek bo'lsa, bu kelgusidagi bizga texmi cho'ng tahdid deydi. Bu demak, buni demakchi bo'lgan nima degan vaqtida biz strategiya jihatda Amerika g'arb dunyosininkini ko'rishimiz kerak. Urush uzunga so'zlab ketish ehtimoli bor. Ama lekin bu yerda biz bir narsani ko'rdik. Masalan, men chaqchaq qilib Germaniyadagi qurultayning raisimiz Dolqonga chaqchaq qilgandim. Germaniya birdan-bir Xitoyga Rusga yaqinroq qurultayning bosh shtabi shu yerda bir natija chiqmadi deb. Bu da qitim Ukraina urushi Germaniyani butunlay o'zgartirdi. Nemini o'zgartdi degan vaqtida tunugundan tortib Germaniyaning bosh ministri Germaniyaninki Rusning bu urushidan bir xil uyg'onganligini hamda buni to'simasa bo'lmaydiganligini his qilib, hatto qurilib bo'lgan knopkani bossalar boshlanadigan tabiiy gaz ikkinchi nomerliqqa deymi Rosdan keladigan shunimi to'xtatib undan keyin Ukrainaga ochiq oshkora qurol yaroq beradiganligini e'lon qildi. Bu yerda Yevropada bo'libmi Rusga Xitoyga eng yaqin iqtisodiy jihatda foydalanma deydigan Germaniya etdi. Buning da o'yin o'ynab kelgan. Hozirgacha Amerikani qo'ldirildi. Ammo bu uyg'ondi. Uyg'onishi bilan NATO qaytadan bir tarixda ham ko'rilib boqmagan bir ittifoqlik keldi. Birlikda o'zining kuchini namoyon qilish hamda burun
NATO qurulgan vaqtida yana bir qisqa qistirdigan har bir davlat o'zininki davlat kirimininki kishi beshiga egiligininki 2%ni NATOga chiqarishga qo'yganki. Ammo hozirgacha buni amalga oshira olgan Yevropa davlatlari jiq emasga. Amerika 4%. Shuningga burungi Amerikaning oldingi prezidenti Trump aytdi buningga qaqshab Yevropani ayblagan. Bugun Germaniyaninki tunugun degan gapida bosh ministri 2%ga bir yillik ko'tirish. Bu demak harbiy jihatdan kuchaytirdi. Xitoyning virusi bütün dünyanı Xitaydan uyg'otgan bo'lsa, Ukrainadagi bu urush bütün dünyanın Rus Putindan umidni uzganligini. Mana degan vaqtida hozir ikki diktatorninki bularni o'zgartgan bo'lmaydiganligiga xalqaro to'nib yetdi. Endi bularni qanday qilib çöktürüşke, acizlaştırışka bunun ötüdü. Şunun için bu cihetten manda degan vaqtida men ümit varlık. Ukrayna uruşumu onu Rusni talash qilib qo'yish ehtimoli nayt cho'ng. Chunki bu yerda yana bir narsa bor. Biz azroq diqqat qiladigan. U nima deganda Amerika Ukrainaning prezidenti Zelenskiyni bo'lsa Polshaning yenidagi Lvov degan shahriga shu yerga yetkazishni talab qildi. Maqsad nima deganda Amerikaning o'yida agar Kiyevni qo'g'dab qalamagan vaqtida ayada hukumatni shu yerda qo'g'dab qilish. Chunki bir hukumatning bog'ini o hükümetninki bütünlay qo'lga tushib kelishidan bir qonunluq hükümetning bağlığı çünkü Zelenskiy degan saylan bilan chiqqan. Shuning uchun u agar bo'lmagan vaqtda Polshaga kirib ketib, hükümetni qaytadan partizanlik urush etmasa qonunluq bo'ladi. Bu nayti g'arb dunyosining qo'llashda davomli ep yoralaydiganligi. Shuningga menimcha bu ikkinchi qadamdagi g'arb dunyosining tuzgan plani. Agar zodi bo'lmagan vaqtda. Ammo hozirgi ahvolga qaraganda biz ata iqtisodninki ta'sirini ko'ramiz. Agar Rusga nayti cho'ng bo'lib, masalan, ba'zilar deydi, Rusning puli ata paxal arvo bilan ishtirib berib, bital bo'lib qoldigan darajaga tushib qolish ehtimoli bor deydi. Agar unda bo'lib qolsa, Rusning ichidami siyosiy o'zgarish, Rusda siyosiy o'zgarishga umi ko'ngan bir davlat jiq bo'ladigan. Shuningga ashunda bo'lib qolish ehtimoli nayt cho'ng. Unda vaqtida Rus kichiklab mangidi, Xitoy ajizlaydi. Endi dünyamı Rusiyaga mesela hazır Avrupa'na ait bağlanıp ketkeşke iqtisadi jihatdan onundakin gaz alıdı, olardan petrol alıdı. Bunun ait ziyanlık ekanligini his qilib yetdi. Ama Germaniya bu gazni kesib etme degan tehdit astıdımı yana gayretini cesaret gelip koral yarak evetti. Bir yerde yana bir devletini tilgağım geldi. Mening Yaponiya Avrupaga gaz berdiganligini e'lon qildi. Bunun xabarini xatolaşmasam shunday dedi. Çünkü ularning zapas gazı barki. Yaponiya mı g'arb bilan birga harakat qildi. Endi dünya Xitoyga munosabat bağlanıp ketdi iqtisodiy jihatdan. Bek bağlanıp ketdi. Amerika siz bilsiz ularninki iqtisodiy jihatdanki bağlanışı bunun endi xatarlik ekanligini tushunib yetdi. Bu voqea bunun naydı bo'lmaydiganligini, bir davlatga buncha vala qattiq bağlanıp ketish bo'pmi, diktator bir davlatga buncha vala bağlanıp ketishdan keyin naydı to'g'ri emasligini his qilib yetgandi. Shunaqa. Hozir ham bir soat bo'ldi. Bir ikki savol bor. Ham siz hozir men degan mazmun bilan munosabatlik deydiganlaringizni deysangiz. Bo'ldi. Menimcha dunyo buni to'nib yetdi. Germaniyaning budaqi siyosatga o'zgarish bak cho'ng. Energiya hamma jihatda boshqa yo'l izlashga majburligini his qildi. Masalan, Amerika hozir Yevropaga zapas tabiiy gaz hamma nimani yordam qildigan avatadiganligini da'vatidi. Ukrainada bor, Turkiyada bor. Shuning uchun buningda burun Rus bo'lmagan vaqtidami Yevropa yashagan.
Xitoy yo'q vaqtida Amerika taraqqiy qilib kelgan davlatdi. Ammo lekin kapital azanni izlaydi. Kapitalistlar eng chong foydani qo'g'laydi. Shuning uchun bu davlatlarni olsa azan foydajiq. Shuning uchun qilgan. Ammo lekin Xitoyning ma virusdan keyin Amerika mo buningdan o'yg'andi. Masalan, oldin qaptidi deymi, Amerika hukumati Kaliforniyada maxsus prezident Bidenni berib, necha billion pul ajirtib, mushu kompyuterninki chip deydi, hamma nemisini Amerika o'zida ishlaydigan ochiq dedi. Xitoyga beqindi bo'lib qolmasligimiz uchun bu mablag'ni aridoq dedi. Ham shuni yo'tkab zavodlarni qaytadan akilishga hukumat mablag' sevatidi. Menimcha Germaniya mu shunga qarab mangdi. Energiya jihatda hamda arab allari bor, ya'ni ta'minlaydigan. Undan keyin Nordik davlatlardaydi, Ukraina, Norvegiya, ba'zi davlatlarda mu tabiiy gaz hamma nima bor. Hozirgi yuqori fan texnikada yana birisi hamda balkim quyosh energiyasini mu hamda texmo har bir davlatlar izlab ham pokiz, ham unumlik, ham haqqi beqindi bo'lmaydigan yangi energiya izlash, buningga selinadigan mablag' hamda Yevropada texmi ko'paydi. Menimcha buningga o'ygangandan keyin yo'l topidi. İnsoniyatninki aqlli yerimiz shu. Bütün kuchini sarf qilsa bir yo'l chiqadi. Tirishsa yo'lning chiqadiganligiga hammasi ko'ryotidi. Bo'libmi fan texnikaning taraqqiyotiga ergishib. Shuning uchun o'yg'andi, menimcha Yevropami hamdi Rusga bo'lgan bu xil beqindichiligidan o'zini araydi. Çünkü Avrupa'da yana bir energiya tadqiq qilinyapti deb bilime. Burunqi energiya atomni parchalab turib qo'lga keltirilgan energiya. Hozir ham atomni birlashtirib füzyon deydik ya onu. O energiyaninki tadqiqotimi xeyli tezlashyapti hamda onunga yana mablag' selib balkim bu energiya beqindi bo'lib qolish davlatlar uchun cho'ng bir meseleге hamda boshqa bir davlatga bog'lanib qolish bu balkim g'alabilik tamomlanishi mumkin. Hamda savollarninki ko'pinchisi de mundaq bir narsani o'tirib qo'yyapti. Biz hamda Ukraina tarafda turishimiz kerakmi? Uyg'urlar hozir hamda bizningki betaraf turganimiz har vaqt yaxshi, hamda bir tarafga o'tib ketib keyingi nimalarni natijani, oqibatni biz toza bilmaganligimiz uchun qanday qilishimiz kerak? Ukraina tarafda turaylikmi? Masalan, ba'zilar deb namoyishga chiqishimiz kerakmi deb. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayininki hozircha betaraf turimiz deb e'lon qilgan o'xshaydi. Shundaqmi? Biz hamda mushu nuqtada siz qanday qaraysiz? Biz kim tarafda? Albatta Rossiya tarafda tutmaymiz, ammo Ukrainani qo'llab-quvvatlab maydonlarga chiqishimiz kerakmi? Qanday qilishimiz kerak? Menimcha bu yerda ikki prinsip bor. Men oldingi bir savolda shu to'g'riliqni javob berdim. Ukraina mustaqillikni izlaydigan bir davlat. Rossiyadan mustaqil bo'lib chiqqan oktyabr inqilobidan keyin Sovet uni ishg'oliyat qilib oldi. Onundan keyin bilamdikinchi qadamlar 37-yili Ukrainada eng cho'ng ocharchilik bo'lgan. Xuddi bizning vatanimizda Xitoy kommunistlarining tufaylidan 59, 60, 61 3 yil ocharchilikdaydi. Bo'lganga o'xshash xalqlar qirilib ketgan. Uni hamda Ukrainaliklar Holodor sistemda bir nima deydi ki, o bir milliy qirg'inchilik deydi uni. Qasddanlik bilan, chunki shu vaqtida butun Ukrainaning oshliqlarini hammasini Sovet aktiv shu sababdan xalqni och qo'ygan qasddanlik bilan. Shuning uchun bir millat mustaqillikninki bo'lmasa qanday bo'lganligini Ukrainaliklar bilgan. Shuningga Sovet parchalanganda 91 mustaqillikni yo'lini tanlagan. Ham bugungi kunda ularning da'vatqinimi bizga Rus bizning qaysi yo'lda mengishimizni Rus deb bilmasin, biz o'zimiz belgilaylik deydi. Yevropa qo'shilamdiq, NATOga kiramdiq, biz seningdan hech kim talashmadiq deydi. Bu prinsip bizga o'xshash keladi.
biz mustaqil bo'lib baqdik, qisqa bo'lsa-mu. 33-yılı bolduq, onun aldırdığı azaldan biz mustaqil. Yakup Bey'ninki ahirkisi bo'lgan bo'lsa, yaqinqi zamanda 33-yılı Qashqarda qurgan İslam Cumhuriyetimiz Sharqi Turkiston. İkincisi 44-yılı gerçi shimoldagi 3 viloyatga chekilinib qolgan bo'lsa-mu, bizning xalqimiz ta bugungacha shu erkinlikni kuch arzu qilib izlanyapmiz. Bu nuqtadan elib ketgan vaqtida bugungi hattoki 40-yillik kelishimizmi xuddi Ukrainaliklarga o'xshash taqdirimizni tattirib qo'ygan vaqtimizda milliy qirg'inchilik, ocharchilik hammani kechirdik. Shuning uchun bu nuqtadan biz Ukrainaliklar bilan o'xshash mustaqillik, erkinligimizni izlayapmiz. Ikkinchidan, Ukraina mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin nima uchun tajovuzchilik uchirdi deganda, Ukrainaliklar o'zim tanlayman deydi yo'lni. Men bir mustaqil davlat bo'lgandan keyin men g'arb madaniyatini qabul qilamdim, NATOga kiramdim. Bu mening davlatimninki, mening xalqimning ovozi bilan bo'ladi, irodasi bilan bo'ladi. Sen Rus Moskvada o'tirib, Kremlinda onun ichida menga qaysi yo'lni mengish, Ukrainaliklar qanday turmushda yashash, uni sen belgilab bermaysan deydi. Bu iroda xalqninki, erkinligi. Buningda bizcho, agar bizmi mustaqil bo'lsak, yenimizdagi birar kuchlar kelib, sen bizga qo'shil, sodini biz bilan qilsa, aloqa aralashmaysa, aning bilan dushman bo'lsa desa, biz qabul qilamdik, qabul qilmaymiz. Biz öz irademiz bilan, öz erkinligimiz bilan bizmi xuddi Amerika, Yevropa, Türkiye'dek erkin, huzur, öz irademiz bilan, öz etiqadimiz bilan saqal qo'ydiganlar saqalni qo'yib yuradigan, saqal qo'yishni xohlamaganlar tushirib yetib yuradigan, oddiy misol zag'ir tilimiz bilan aytgan vaqtida har kimning öz erkinligi bilan yashash bu bizning izlaydigan bu mu bizning arzuyimiz? Bu ideologiya jihatdan. Bizmi xuddi mushu demokratiyani izlaymiz. Shuning uchun erkinlikni bu ikki nuqtadan elib ketgan vaqtida biz albatta Ukrainaliklarning tarafida turishimiz, ularni qo'llashimiz, Ukrainaliklarni qo'llaydigan namoyishlar bo'lsa, qatnashishimiz, meningcha bu to'g'ri ish. Qilish tegishli. U yerda bizning bayrog'imizni ko'tarib, berib, biz Uyg'urlarmi zamonaviy bir millat. Bir taraqqiy qilgan, ilg'or madaniyatga ega, ham kang qo'saq. Bu erkinlikni so'yadigan. Hem erkinlikni so'yadigan bu irodamizni shu yerda bizmi ko'rsatishimiz kerak. Bu mening ko'z qarashim. Aslida bugun Xitoy Rusning elchixonasining oldida bugun Washingtonda namoyish menim taklif qilgan. Mao bo'lib qolganligidan men ularga ya kechikib ulgura olsam kechikib borman, bo'lmasa borolmasligim mumkin dedi. Men telefon qildi. Shaxsan men borman. Qolganda vaqtida bo'lsa bundan namoyishlarga. Endi qurultayninki kelganda mening bilishimcha qurultay ochiq pozitsiyani bildirdi. Qo'llaydiganligini, Ukraina tarafda turadiganligini, qurultayninki Twitter'sida Ukrainaning bayrog'i bilan biz Ukraina tarafda turamiz dedi. Bizning siyosiy kurashimiz g'arb dunyosida bo'lyapti. Amerika, Germaniya, Angliya, Fransiya bu davlatlarda. Bu davlatlar nima qilyapti? Ukrainani qo'llayapti. Shularning erkinlik so'ygan shu erkinligini tattirib qo'ymasin deb shularni qo'llayapti. Biz nima uchun betaraf turamiz? Nemidan andishimiz var? Albatta ba'zi bir masalalar var. O amdelki musulmon davlatlari, musulmon dunyosi bilan chetiladigan, onunga kelgan vaqtida biz o'zimizning milliy manfaatini oldi qo'yishimiz lozim. Ba'zi urush jidallarda. Naytdi hushyorlik bilan. Ammo ajizlar tarafda birga turish, chunki bizmi ajiz. Musofirninki qo'yashi musofir. Shuningga o'xshash sargardan ega chiqqanga o'xshash biz bu
qo'lga aladigan bu ikki nuqtani elib ketgan vaqtida biz Ukrainaliklarni qo'llashimiz lozim. Ko'p rahmat. Özümüzün erkin irademiz bilen bu namayişlara çıkıp elbette Ukrayna'nı kollap tacavuzçılıktan zaten ağzı burnumuz kan olan bir millet biz. Tacavuzçılıkka karşı duruşumuz gerek. İmperializmga ve tacavuzçılıkka. Undaq bolsa ahırkı sözünüzü alay. Yani demekçi boğan sözünüz var mı yani? Meningki deydigan tavsiyarim men bu ba'zi bir Uyg'ur WhatsApp gruplarda, Twitter'larda, Facebook'larga qarab qo'yma, Facebook'ga asosan chiqib ketdim. Bir narsani diqqat qildim, men bir 2 yilning jarayonida, buni burunmi bir dedim. Bugün yana mushu fursatdan foydalanib ta'kidlab deb qo'yg'im bor. Men vatanda vaqtimda Xitoy ikki ayrılanmas degan bir narsani bizga tashviq qiladi. Uyg'urlar Xitoydan ayrılanmaydi, Xitoy Uyg'urlardan ayrılanmaydi deb. Keyinda uni 3 ayrılanmaydigan qildi. Az sonli millatlar Xitoydan ayrılanmaydi, Xitoy az sonli millatlar. Chet elga chiqqandan keyin men zo'r bir turkumdagi Uyg'urning ziyolilari Xitoy uchurlaridan, Xitoy maddalariningki uchurlarini asoslanib dunyo vaziyatiga, dunyoninki rahbarlariga yo'l ko'rsatib, har xil asossiz bir nimalarni taqatqiniga hayron qoldim, ham ichindim. Shuningga bir do'stimga qattiq gapqilib, ranjitib qo'ygan vaqtim bor. Ben dedim, ben bunu Xitoy vatanning ichida bizga tang'amdiki desam, chet elga chiqibmi hayron qoldim. Ba'zilarning Xitoydan ayrılanmaydiganlarga, yana shu Xitoyning xabardir. Shuningga mening deydiganim inglizcha, Fransiyada bo'lsanglar, fransuzcha gazetlar qaranglar, Angliyada bo'lsanglar, Angliyada har bir davlatda o'zinglarning davlatidagi asos xabarlarga qaranglar, gazet, jurnallardan dunyoni tushunaylik. Xitoyning uchuri xuddi Amerikadagi junk food deydi. Axlat tamoqlar, KFC, McDonald's o'xshash yemeklar. Bo'saq qo'ydi. Issiq basmaydi. Uyg'urning eng yaxshi so'zi menimcha shu gap. Issiq basmaydi. Xitoyning uchuri naq shuningga o'xshash. U axlat uchurlar. Kallimizni har qanday bir odamning zehni tafakkur usuli til bilan mangdi. Agar siz Xitoy tiliga asoslanib qolsangiz, Xitoy tafakkuriga mayil bo'lib mangdi. Shuning bilan Xitoyning uchurini qabul qildigan bo'ldi, dunyoni xato tushunimiz. Xitoycha kelgan vaqtidan balkim men menda desam, ba'zilar o'zini maqtaydi deb qelishi mumkin. Mening Xitoycha saviyarim xil odamlardan yuqori. Xitoydanmi yuqori ba'zi Xitoylardan. Ama ben ko'rdigan xabar Xitoynikini ko'rma. Xitoyning tarix kitoblarini o'qiyman, dasturlarini o'qiyman. Ama uchurim asosan inglizchadan keladi. Nima uchun? Chunki bularninki hozirgi dunyo madaniyatini boshlayotgan inglizcha tili. Shuning uchun shu ayni tushunish, u orqali ko'rish bizga foydali, bizga tafakkurlar emas, qimmat qarash hamma nimada bizga bir yangi narsalarni o'rgatadi. Shuningga oxirgi tavsiyarim Ukraina masalasidami o'z davlatinglardagi asosiy matbuotlarning xabarini, Xitoyninkini u yoqdan bu yoqqa yo'tkab, uqmay Xitoyning tashviqot askari bo'lib qolmanglar. Rahmat. Tugdi. Köp rahmet Elşad efendim. Naif doğru bir noktani ahırkı sözünüzde teklif öttünüz. Ben şunaq dep oylayman, hem de bilgi mыңның jüylüp ketişine aitti bir insan üçün bek echinishli ahval gençu. Biz nurgun narsalarni his qilamiz. Elbette her bir Uygur özünün vicdanı bilen, özünün Uygurluğu bilen yaşaş qıtırışıdır. Lekin sezmestin turup, sezmey turup, bazı Xitoyning ki diğerleriga o'xshash gaplarni deb qoladigan ishlar bo'lib qoldi ekan. Shunda mыңы jüylüp ketganning Xitoyning propagandasının aitti qalibilik bo'lganligining bir isboti balkim bu. Ama erkin dünyada yaşavatımız bence biraz Uygur'a o'xshash tafakkur qilishimiz kerak. G'arb dunyosiga o'xshash tafakkur qilishimiz kerak. Zihnimizni erkin, o'zimizning irodamizni erkin qo'yib yetishimiz kerak.
nəhayət mühim bir nöqtəni təkid ediniz. Mən bəzi heyran qalma, bəzi nərsəni oxusam şundaq bir Xitayninki media organdakı bir nimani oquyatqanda his qilib qalaman. Bəzi atalğularga diqqət qilishimiz kerak. Nəhayət diqqət qilishimiz kerak bu atalğularga biz üçün elə addidək turğan bilə, amma o Xitayning bizning kallamızga o'rinlashtirayotgan atalğuları. Mən bunu his qilganlarimni sabdaşlarımga, ətrafımdakilərə deyman, məni işlətməyli, məni işlətəyli deb. Amma sizin deganiniz nəhayət to'g'ri. Balkim aşı mənbə texcə aşı Xitayninkini elib tərcüm qilib işlətayotganligimiz din balkim shundaq ishlar ko'p bo'lishi mumkin. Ko'p rahmat Əmsə bugun nəhayət Məncə nəhayət yaxşı bir söhbət proqramısı oldu. Sizə köp rəhmət etdim. Yakshanbanızı bizə ayırdınız, işlərinizi qoyub akademiya söhbət proqramısına gəldiniz. Köp rəhmət. İnşallah bu söhbət proqramısı faydalı bolğandı xalqımızga. Ciddi bir vəziyyətdə biz dərhal bu temani tutub xalqımızga azraq məlumat verishni nişan qıldıq. Ukrayna xalqınınki iradəsi, vətini can tikib qoğdaydıgan ruhi bizə çoxum ilham oldu deb oylayman. Əlbəttə vətən aşındaq əziz nərsəyə əmdi. Gezi kelgan vaqtida o canını çoxum qurban qilish kerakka. Xudoyim buyursa. Qo'shib o'tsam, men Twitterda nəhayət hayran qalğanim bir neçə shu hozirgi Ukraynaning prezidenti Zelenskiyga qarshi chiqqanlarninki yozgan Twitter'dagi inglizcha yozgan qisqa yozmasi. Ular deydi, men bu odamninki prezident bo'lishini xohlamagan, uningga qarshi chiqqan, bugungi kunda bizga bir dahi bo'lganligini his qilib, uning keyinda turma deydi. Bir millat krizis kuchirgan vaqtida oldida manganlarga ishinish, ularga agishish bu millatni qutuldirishninki yana bir muhim halqiliq bir narsa. Rahmat. To'g'ri deysiz, ko'p rahmat. Zelenskiy 21-yüzyıldagi mashhur liderlarning birisi bo'lib qolgandek turdi. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, nəhayət yaxshi arzu tilaklaringlarni yezib biz bilan birga bo'ldinglar. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, kelar hafta yana bir akademiya söhbət proqramısida görüşəylik. Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat sizga Maqbarat xonim. Hammaga rahmat. Rahmat.